Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 1 million 500 bin so'm olgan fuqarolar uchun hozir e'tibor berish kerak bo'lgan yangilik bor. Bu xabarni beparvo o'tkazib yubormang. Chunki ayrimlar uchun bu qo'shimcha imkoniyat, ayrimlar uchun esa hujjatlarni to'g'rilab qo'yish zarurati bo'lishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda kim xavotir olishi kerak, kim esa tinch bo'lishi mumkin. Qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak, hammasini bosqichma-bosqich tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilik oilalarga bevosita ta'sir qiladi. Men avvalo masalaning ildizini tushuntirib beraman. Oxirgi vaqtlarda aholiga berilayotgan ijtimoiy yordamlar, kompensatsiyalar, nafaqalar, moddiy ko'mak pullari va turli to'lovlar bo'yicha tekshiruvlar ancha kuchaydi. Oldin ko'pchilik shunday o'ylardi. Karta hisobimga pul tushdimi, demak masala tugadi. 1500 bin so'm tushdi. Men oldim. Endi hech kim so'ramaydi. Lekin hozir tizim boshqacha ishlayapti. Davlat idoralari, bank tizimlari, soliq ma'lumotlari, mahalla ma'lumotlari, bandlik, pensiya va ijtimoiy himoya tizimlari bir-biri bilan ko'proq solishtirilmoqda. Shuning uchun 1 million 500 bin so'm olgan odamlar uchun eng katta syurpriz shuki, pul tushgandan keyin ham ayrim holatlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu har doim yomon degani emas. Ba'zi fuqarolarda aksincha. Hujjatlar to'g'ri bo'lsa, oilaviy holati og'irligi tasdiqlansa, qo'shimcha yordam yoki navbatdagi to'lovga yo'l ochilishi mumkin. Lekin kimdir noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, daromadini yashirgan bo'lsa, bir oiladan bir necha kishi bir xil asosda yordam olgan bo'lsa yoki karta boshqa odam nomida bo'lib, hujjatlar chalkash bo'lsa, savollar tug'ilishi tabiiy. Oldin qanday edi? Oldin ko'p jarayonlar qo'lda yuritilardi. Masalan, mahalla fuqarolar yig'inida ro'yxat tuzilardi, ariza olinardi, komissiya ko'rib chiqardi, keyin pul ajratilardi. Albatta, o'sha paytda ham tekshiruv bo'lgan. Lekin hamma ma'lumot bir joyda jamlanmagani uchun ayrim xatolar ko'zdan qochishi mumkin edi. Hozir esa odamning rasmiy ish joyi bormi, mol-mulki bormi, nomida mashina bormi, doimiy daromadi bormi, pensiya yoki nafaqa oladimi? Oilada nechta mehnatga layoqatli kishi bor? Bolalar soni nechta? Kommunal to'lovlar bo'yicha olat qanday? Bularning hammasi bosqichma-bosqich solishtiriladi. Bu yerda men eng muhim narsani aytaman. Agar siz haqiqatan ham muhtoj bo'lib, qonuniy asosda 1500 bin so'm olgan bo'lsangiz, vahimaga tushmang. Sizning vazifangiz faqat hujjatlaringizni tartibga solish, SMS yoki qo'ng'iroqlarga aldanmaslik, rasmiy manbalardan tekshirish va kerak bo'lsa mahallaga yoki mas'ul tashkilotga murojaat qilish. Lekin agar pul tushib qoldi, nima uchun tushganini bilmayman desangiz yoki birovning kartasiga oldim desangiz yoki ariza bergan edim, lekin oilaviy holatim o'zgarganini aytmaganman desangiz, unda masalani ochiq tekshirib olish kerak. Men endi kimlar bu masalada ayniqsa diqqatli bo'lish kerakligini tushuntiraman. Birinchi guruh. Yaqinda 1 million 500 bin so'm miqdorida moddiy yordam, kompensatsiya yoki ijtimoiy to'lov olgan fuqarolar. Agar sizning kartangizga aniq 1 million 500 bin so'm tushgan bo'lsa, avvalo to'lovning manbasini tekshiring. Bank ilovasida operatsiya izohi bo'ladi. Ba'zida ijtimoiy yordam, kompensatsiya, moddiy ko'mak, nafaqa to'lovi, subsidiyaga oid to'lov kabi yozuvlar ko'rinadi. Shu yozuvni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki keyin qaysi tashkilotga murojaat qilishni aynan shu izohdan bilib olasiz. Ikkinchi guruh, oilasida daromad holati yaqinda o'zgarganlar. Masalan, siz ariza bergan paytda ishsiz edingiz, lekin keyin ishga kirdingiz. Yoki turmush o'rtog'ingizning nomiga mashina rasmiylashtirildi. Yoki oila a'zolaringizdan biri chet eldan muntazam pul yubora boshladi. Bunday holatlarda to'lov bekor bo'ladi deb darhol xulosa qilish noto'g'ri. Lekin ma'lumotlar yangilanishi mumkin. Agar tizim sizning hozirgi holatingizni avvalgi arizadagi ma'lumot bilan solishtirsa va farq chiqsa, sizdan izoh so'ralishi mumkin. Uchinchi guruh. Bir oilada bir nechta odam to'lov olganlar. Hayotda shunday vaziyat bo'ladi. Ona alohida ariza beradi, kelin alohida ariza beradi, o'g'il boshqa manzil bo'yicha ro'yxatda turadi, lekin amalda hammasi bir hovlida yashaydi. Bu holatda tizim oilaning tarkibini, yashash manzilini, ro'yxatga olingan joyini va amaldagi yashash holatini tekshirishi mumkin. Agar hamma narsa qonuniy bo'lsa, masalan, ular haqiqatan alohida ro'zg'or yuritsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin hujjatda boshqa,
hayotda boshqa bo'lsa savol tug'iladi. 4-guruh kartasi bloklangan, SMS kelmagan yoki pul kech tushgan fuqarolar. Ba'zi odamlar qo'shnim oldi. Men olmadim deb shoshiladi. Men bunday vaziyatda birinchi navbatda bank hisobini tekshirishni maslahat beraman. Karta muddati tugagan bo'lishi mumkin, karta boshqa raqamga ulangan bo'lishi mumkin. Bank ilovasida cheklov bo'lishi mumkin yoki sizning arizangiz hali yakuniy tasdiqdan o'tmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun darhol meni ro'yxatdan chiqarish deb xavotir olmang, lekin tekshirishni cho'zmang. Endi real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, Dilnoza opa 2 nafar farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtoq vaqtincha ishsiz, oilaning rasmiy daromadi yo'q. U mahalla orqali ariza topshiradi va 1.500.000 so'm moddiy yordam oladi. Bu vaziyatda agar hujjatlar to'g'ri bo'lsa, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, yashash manzili, daromad haqida ma'lumotlar mos bo'lsa, Dilnoza opa xavotir olmasligi kerak. Aksincha, keyingi yordam turlariga ham murojaat qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin u keyin ishga kirsa yoki oilaning daromadi o'zgarsa, keyingi ariza berishda buni albatta ko'rsatish kerak. Ikkinchi misol. Akmal aka 1.500.000 so'm olgan, lekin uning nomida yengil avtomobil bor. Bu avtomobil yangi bo'lmasligi mumkin, eski bo'lishi mumkin. Ishlamasligi ham mumkin. Lekin tizimda nomida transport borligi ko'rinadi. Bu holatda avtomobil borligi avtomatik ravishda yordamni noqonuniy qiladi deb aytish xato. Chunki ayrim yordam turlarida mezonlar boshqacha bo'ladi. Lekin bu albatta qo'shimcha savol tug'diradi. Akmal aka agar avtomobil ishlamayotganini, daromad keltirmasligini, oilaning real holati og'irligini ko'rsatmoqchi bo'lsa, buni hujjat bilan asoslashga tayyor turishi kerak. 3-misol. Munira opa 1.500.000 so'mni olgan, lekin karta uning qizining nomida. Nima uchun? Chunki o'zining kartasi yo'q yoki bankka borishga ulgurmagan. Mana shu joy juda nozik. Ijtimoiy to'lovlar odatda aniq shaxsga bog'lanadi. Agar pul boshqa odam kartasiga tushgan bo'lsa, bu keyin tushuntirish talab qilishi mumkin. Men har doim aytaman. Imkon qadar to'lov oluvchi shaxsning o'z nomidagi karta va telefon raqami bo'lsin. Bu keyingi nizolar, tushunmovchiliklar va men olmaganman, u olgan degan muammolarning oldini oladi. 4-misol. Bir oila 1.500.000 so'm olgan, keyin yana qo'shimcha yordam bo'ladi degan gap eshitib qayta ariza bermoqchi. Bu yerda shoshilmaslik kerak. Har bir yordam turi alohida mezon bilan beriladi. Bir marta pul olgan odam avtomatik ravishda yana oladi degani emas. Shu bilan birga bir marta olgan odam endi umuman olmaydi degani ham emas. Asosiysi oilaning bugungi holati, hujjatlar, daromad, ijtimoiy ahvol va belgilangan tartib. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Men buni ham aniq aytaman. Agar siz arizada rost ma'lumot bergan bo'lsangiz, oilaviy tarkibni yashirmagan bo'lsangiz, daromadni noto'g'ri ko'rsatmagan bo'lsangiz, pul aynan sizning nomingizga tushgan bo'lsa va sizda to'lovni tasdiqlovchi SMS yoki bank ilovasi ma'lumoti bo'lsa, ortiqcha vahima qilishga asos yo'q. Lekin xavotir olmaslik degani hech narsani tekshirmaslik degani emas. Men baribir kamida bir marta bank ilovasidan operatsiya izohini ko'rib qo'yishni, ariza bergan joyingizdan holatni aniqlashtirishni va hujjatlarni bir papkaga jamlab qo'yishni maslahat beraman. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin keyin muammo chiqaradigan nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat. Ro'yxatdagi manzil bilan amaldagi yashash joyi mos kelmasligi. Masalan, odam pasport bo'yicha bir tumanda ro'yxatda, lekin boshqa tumanda ijarada yashaydi. Ariza qayerdan berilgan, mahalla qaysi manzilni tasdiqlagan, oila aslida qayerda yashaydi, bular muhim bo'lib qoladi. Agar siz ijarada yashasangiz, ijara shartnomasi bo'lmasa ham, hech bo'lmasa mahalla ma'lumotnomasi, uy egasining tushuntirishi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat telefon raqami va SMS xabarlari. Hozir juda ko'p firibgarlar aynan ijtimoiy to'lovlar mavzusidan foydalanadi. Sizga yana 1.500.000 so'm tushadi. Kartangiz kodini ayting, anketani to'ldiring. Plastik karta raqamini, amal qilish muddatini va SMS kodini yuboring degan xabarlar kelishi mumkin. Men qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang. Bank xodimi ham, mahalla xodimi ham, ijtimoiy himoya vakili ham sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramasligi kerak. Agar shunday so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. 3-nozik jihat. Pulni qaytarish kerak ekan degan mishmishlar. Ba'zan odamlar mahallada, bozorda yoki Telegram guruhlarda bir gap eshitadi. Hammani tekshirishyapti, pulni qaytarish kerak bo'ladi.
Bu gapni umumiy qilib aytish noto'g'ri. Agar to'lov qonuniy berilgan bo'lsa, odam uni belgilangan maqsad doirasida olgan bo'lsa, avtomatik qaytarish degan narsa bo'lmaydi. Lekin agar pul xato tushgan bo'lsa, bir shaxs bir necha marta asossiz olgan bo'lsa yoki hujjat soxtalashtirilgan bo'lsa, albatta masala boshqacha bo'ladi. Shuning uchun mish-mishga emas, rasmiy javobga tayaning. 4-nozik jihat oiladagi yashirin daromadlar. Masalan, odam rasmiy ishda ishlamaydi, lekin doimiy ravishda xizmat ko'rsatadi. Savdo qiladi, ijaradan pul oladi yoki chetdan muntazam pul keladi. Bunday daromadlarning hammasi ham har doim avtomatik ko'rinmasligi mumkin. Lekin tekshiruv vaqtida savollar tug'ilishi ehtimoli bor. Men bu yerda hech kimni qo'rqitmoqchi emasman, lekin rost ma'lumot berish eng xavfsiz yo'l. Chunki bir marta noto'g'ri ma'lumot berilsa, keyingi yordamlar bo'yicha ishonch ham pasayadi. 5-nozik jihat. Bir xil familiyadagi qarindoshlar. Qishloq joylarda yoki katta hovlilarda aka-uka, kelinlar, ota-ona farzandlar bir manzilda yashashi mumkin. Kimdir alohida qozon qiladi, kimdir umumiy ro'zg'orda. Hujjatda esa buni isbotlash oson emas. Shu sababli agar siz alohida oila sifatida yordam so'rasangiz, alohida ro'zg'or yuritishingizni ko'rsatuvchi holatlar muhim bo'ladi. Bu kommunal to'lov mahalla dalolatnomasi, qo'shnilar tasdig'i, alohida yashash xonasi yoki daromad mustaqilligi kabi holatlar bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat pulni olgandan keyin uni qanday ishlatish masalasi. Ba'zi to'lovlar umumiy moddiy yordam bo'ladi. Ya'ni oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov, bolalar xarajatlari uchun ishlatiladi. Ba'zi to'lovlar esa maqsadli bo'lishi mumkin. Agar to'lovning maqsadi aniq belgilangan bo'lsa, masalan, ta'lim, davolanish, uy-joy, zarar qoplash yoki boshqa aniq yo'nalish uchun berilgan bo'lsa, sizdan keyin chek, kvitansiya yoki tasdiq so'ralishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman, pulni sarflaganingizda imkon qadar chek oling, bank orqali to'lang. Kamida asosiy xarajatlarni yozib boring. 7-nozik jihat ariza holatini boshqalar orqali emas, o'zingiz tekshiring. Ko'pchilik falonchi biladi, mahalladagi tanishim aytdi, qo'shnim shunday qilgan deb ish tutadi. Lekin sizning oilaviy holatingiz qo'shningiznikidan farq qiladi. Uning daromadi boshqa, sizniki boshqa. Uning farzandlari soni boshqa, sizniki boshqa. Shuning uchun bir xil summani olgan ikki odamning huquqiy holati mutlaq farq qilishi mumkin. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam. Pul qayerdan tushganini aniqlang. Bank ilovasiga kiring. 1.500.000 so'mlik operatsiyani oching, izohini ko'ring. Agar ilovada izoh aniq ko'rinmasa, bankning aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Siz menga 1.500.000 so'm tushgan, to'lov yuboruvchisi va izohini bilmoqchiman deb aytasiz. Bu juda oddiy, lekin keyingi hamma harakatlar uchun kerakli qadam. Ikkinchi qadam, ariza bergan joyingizni eslang. Siz mahalla orqali ariza berdingizmi? Ijtimoiy himoya organi orqalimi? Bandlik bo'limi orqalimi? Hokimlik komissiyasi orqalimi? Yoki elektron xizmat orqalimi? Qayerdan bergan bo'lsangiz, o'sha joyga murojaat qiling. Menga 1.500.000 so'm to'lov tushdi. Shu to'lov bo'yicha mening holatim tasdiqlanganmi? Qo'shimcha hujjat kerak emasmi deb so'rang. Buni odob bilan aniq va yozma shaklda so'rash ham mumkin. 3-qadam. Hujjatlaringizni yig'ing. Men sizga odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan ro'yxatni aytaman. Pasport yoki ID karta nusxasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi yoki ajrim hujjati, oilaviy tarkib haqida ma'lumot, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, daromad haqida ma'lumotnoma, ishsizlik yoki bandlik holatini tasdiqlovchi hujjat, nogironlik bo'lsa tegishli ma'lumotnoma, davolanish xarajatlari bo'lsa shifokor hujjatlari, kommunal qarzdorlik yoki ijara xarajatlari bo'lsa tasdiqlovchi ma'lumotlar. Hamma holatda ham bu hujjatlarning barchasi kerak bo'lmasligi mumkin, lekin tayyor turgani yaxshi. 4-qadam. Oilaviy holatingiz o'zgargan bo'lsa yashirmang. Masalan, ariza berganingizdan keyin ishga kirgan bo'lsangiz, farzand tug'ilgan bo'lsa, ajrim bo'lgan bo'lsa, boshqa manzilga ko'chgan bo'lsangiz, daromad paydo bo'lgan bo'lsa yoki aksincha daromad yo'qolgan bo'lsa, buni mas'ul idoraga ayting. Ko'p odam aynan shu joyda xato qiladi. Aytsam pul bermay qo'yadi deb o'ylaydi. Lekin keyin tizim o'zi aniqlasa, vaziyat yomonroq ko'rinadi. Ochiq aytilgan ma'lumot ko'pincha muammoni yengillashtiradi. 5-qadam. Hech qanday shubhali havolaga kirmang. Agar sizga Telegram, SMS yoki qo'ng'iroq orqali
1.500.000 so'm uchun ro'yxatdan o'ting. Qo'shimcha to'lov chiqdi, kartangizni tasdiqlang deyishsa, darhol ehtiyot bo'ling. Rasmiy tashkilotlarning manzili, ishonch telefoni va sayti orqali tekshiring. Kartaning to'liq raqami, amal qilish muddati, CV kodi, SMS kod, bank ilovasiga kirish paroli hech kimga berilmaydi. Men buni alohida ta'kidlayman. Chunki aynan yordam puli olgan odamlar firibgarlar uchun nishonga aylanadi. 6-qadam, agar pul xato tushgan deb o'ylasangiz, uni darhol sarflab yubormang. Masalan, siz hech qanday ariza bermagansiz, hech qanday yordam kutmagansiz, lekin birdan 1.500.000 so'm tushdi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l bankdan yuboruvchini aniqlash, tegishli tashkilotga murojaat qilish va yozma javob olish. Chunki xato tushgan pul sarflansa, keyin qaytarish talabi kelishi mumkin. Agar pul sizga qonuniy tegishli ekanini tasdiqlashsa, keyin bemalol foydalanasiz. 7-qadam yozma murojaat qilishni o'rganing. Og'zaki gap ko'p holatda isbot bo'lmaydi. Agar sizga hujjat olib keling, ro'yxatda yo'qsiz, keyin keling, tekshiruv bo'ladi deyishsa, imkon qadar yozma yoki elektron murojaat qiling. Murojaatda shunday yozish mumkin: men falonchi, falon sanada 1.500.000 so'm miqdorida to'lov oldim. Ushbu to'lovning asosi mening arizam holati va qo'shimcha hujjat talab qilinmasligi haqida rasmiy ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shunday oddiy matn ham sizga aniqlik beradi. 8-qadam, agar rad javobi olsangiz, sababini so'rang. Sizga berilmaydi degan umumiy gap yetarli emas. Nima sababdan berilmaydi? Daromad yuqori chiqdimi? Hujjat yetishmadimi? Oilaviy tarkib noto'g'ri ko'rsatildimi? Manzil mos kelmadimi? Avval boshqa yordam olingani sabab bo'ldimi? Sababini bilsangiz xatoni tuzatish imkoniyati bo'ladi. Sababini bilmasangiz, odam faqat taxmin bilan yuradi. 9-qadam, o'zingizni boshqa odamlar bilan solishtirmang. U oldi, men olmadim, men oldim. U olmadi degan gaplar oilalar o'rtasida tushunmovchilik chiqaradi. Ijtimoiy yordamda eng muhim narsa tashqi ko'rinish emas, hujjatdagi va tizimdagi holat. Kimdir katta uyda yashab, hujjatda daromadsiz ko'rinishi mumkin. Kimdir kichik uyda yashab, rasmiy daromadi bor bo'lishi mumkin. Shuning uchun har kim o'z holatini alohida tekshirtirishi kerak. 10-qadam, agar siz haqiqatan ham muhtoj bo'lsangiz, faqat bitta to'lov bilan cheklanib qolmang. Sizga bolalar nafaqasi, moddiy yordam, davolanish uchun ko'mak, bandlik dasturlari, kasbga o'qitish, subsidiya yoki boshqa ijtimoiy xizmatlar mos kelishi mumkin. 1.500.000 so'm bir martalik yordam bo'lsa, u muammoni vaqtincha yengillashtiradi. Lekin doimiy yechim uchun ishga joylashish, kasb o'rganish, rasmiy daromadga chiqish, bolalar hujjatlarini tartibga solish va ijtimoiy himoya tizimida to'g'ri ro'yxatda turish juda muhim. Men yana bir narsani alohida aytaman. Agar sizga syurpriz degan so'z bilan har xil xabarlar yetib kelayotgan bo'lsa, bunga hissiyot bilan emas, tekshiruv bilan qarang. Syurpriz qo'shimcha imkoniyat ham bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim toifadagi fuqarolar uchun keyingi bosqichda yana yordam ko'rib chiqilishi. Syurpriz ogohlantirish ham bo'lishi mumkin. Masalan, noto'g'ri ma'lumot berganlar tekshiruvdan o'tishi. Syurpriz texnik o'zgarish ham bo'lishi mumkin. Masalan, to'lov tartibi bank kartasi orqali emas, boshqa tartibda yuritilishi. Sizning vazifangiz aniq manbani topish, hujjatni to'g'irlash, firibgarlardan ehtiyot bo'lish va o'z huquqingizni bilish. Demak, 1.500.000 so'm olgan fuqarolar uchun eng muhim qoida shuki, pul tushgani bilan masala tugadi deb o'ylamang, lekin asossiz vahimaga ham tushmang. Agar hammasi qonuniy bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, daromad va oilaviy holatni yashirmagan bo'lsangiz, siz xotirjam bo'lishingiz mumkin. Agar nimadir chalkash bo'lsa, bugunoq bank ilovasidan to'lov izohini tekshiring. Ariza bergan joyingizga murojaat qiling. Kerakli hujjatlarni yig'ing va SMS kodlaringizni hech kimga bermang. Men sizlarga shuni ekspert sifatida tavsiya qilaman. Har bir to'lovni hujjat bilan tasdiqlab yurish. Har bir murojaatni aniq yozish va rasmiy javob olish keyingi muammolardan himoya qiladi. Agar siz yoki yaqinlaringiz 1.500.000 so'm olgan bo'lsa, bu videoni ularga ham yuboring. Izohlarda yozing, sizga bu pul tushdimi? Qaysi hududdan siz to'lov bo'yicha qanday savollar bor? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki bunday muhim xabarlarni vaqtida bilgan odam ko'p muammoning oldini oladi.